Klinikaga kelgan patsientlarni deyarli hammasida vitamin D analizi yomon chiqadi. Shu paytgacha bitta ham vitamin D darajasi normada bo'lgan analiz javobini ko'rmaganman. Shu videoni ko'rib turganlarning ham 10 tasidan 9 tasida aniq vitamin D yetishmovchiligi bor. Lekin ba'zi insonlar vitamin D darajasi juda ham kamayib ketgan bo'lsa ham, bir qancha simptomlar va belgilar bilan namoyon bo'layotgan bo'lsa ham, buni o'zligi sezishmaydi. Chunki bu belgilar aynan vitamin D yetishmasligidan kelib chiqishini bilishmaydi. Sababini bo'lsa boshqa joydan qidirib, vaqtni va pulni bekor ketkazib qo'yishadi. Oxirgi paytda o'zimda holsizlik va kayfiyatni yomonlashishni sezganimdan keyin o'zim ham borib qondagi vitamin D darajasini tekshirib ko'rishga kirishdim. Aslida vitamin D ni qo'shimcha sifatida ichib yurardim, lekin faqat shu yoz oyida to'xtatib qo'ygandim. Shuning uchun ham vitamin D u darajada past chiqmasi kerak deb o'ylagandim. Analiz natijasini esa o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Normada bu 30 dan baland bo'lishi kerak. Shuning uchun o'zim uchun challenge e'lon qildim. 30 kun davomida vitamin D ichib yuraman va 30 kundan keyin yana qayta analiz topshirib ko'raman. Umumiy holatda qanaqa o'zgarishlar sezganimni, umuman qanaqa o'zgarishlar bo'lganligini videoni oxirigacha ko'rib bilsangiz bo'ladi. Undan oldin esa vitamin D haqida barcha ma'lumotlarni bir boshidan hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Dunyodagi hamma vitaminlarni ikkita katta guruhga bo'lish mumkin. Suvda eriydigan va yog'da eriydigan vitaminlar. Vitamin D yog'da eriydigan vitamin guruhiga kiradi. Ba'zi mahsulotlar tarkibida bor va ovqat orqali bizning organizmimizga tushadi. Bundan tashqari quyosh nurlari terimizda vitamin D sintez bo'lishini ta'minlab beradi. Shu joyda savol tug'ilishi tabiiy. Vitamin D quyoshdan olinadigan bo'lsa, O'zbekiston serquyosh yurt bo'lsa, unda nimaga xalqimizda vitamin D tanqisligi bu darajada ko'p uchraydi? Quyoshdan vitamin D olish bu darajada oson protsess emas aslida. Ya'ni shunchaki quyoshning o'zi yetarli emas. Hali organizmimiz bu vitaminni o'zi sintez qilib olishi ham kerak. Quyoshdagi ultrabinafsha nurlari terimizga tushgandan keyin u joyda 7 degidroxolesterin moddasi hosil bo'ladi. Bu modda oxirida vitamin D3 ga aylanishi kerak. Xuddi shunaqa yog'li bir baliq iste'mol qilganda ham xolikalsifirol nomli modda organizmga tushadi. Lekin bular hozircha hech qanaqa effekt bermaydi. Ular birinchi jigarga borib, u joyda metabolizmni o'tib 25 gidroksivitamin D3 moddasiga aylanishi kerak. Bu hali hammasi emas. Bundan keyin buyraklarimiz ham bu moddaga ozgina ishlov berib, uni kalsiy triol moddasiga aylantirish kerak. Va oxiri shundan keyingina kalsiy triol, ya'ni aktiv holatdagi vitamin D hosil bo'ladi va endi u organizmda o'z vazifalarini bajara oladi. Endi hammaga qiziq bo'lgan savolga o'tamiz. Nega quyosh yetarli bo'lsa ham vitamin D bizda kam? Hozirgi kunda odamlar quyoshda kamroq yurishni boshlashgan. Buning sabablari ko'p. Ertalabdan kechgacha ofisda yopiq xonalarda ishlashimiz, ertalabdan SPF kremlarini surib ko'chaga chiqishimiz yoki yopiq kiyimlarda yurishimiz. Qachonki terimizga quyosh nurlari tushmasa, terimizda vitamin D sintez bo'lmaydi. Ya'ni hozirgi tushuntirgan shuncha protsess boshlanmaydi. Aslida bu qilayotgan ishlarimiz to'g'ri. Quyoshdagi ultrabinafsha nurlari chunki teri rakini chaqiradi. Teri rakiga chalinishdan qo'rqish bu tabiiy. Xo'p, unda nima qilishimiz kerak? Vitamin D ni qayerdan olamiz degan savol berishingiz mumkin. Yaxshiyamki vitamin D biz iste'mol qilayotgan ovqatlarimizdan tarkibida bor. Bu degani, quyoshda yurib teri rakiga chalinishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, unda ratsionga vitamin D ga boy mahsulotlarni ko'proq kiriting va vitamin D ni qo'shimcha sifatida ichib, uni o'rnini to'ldirib yuring. Endi quyoshda yetarlicha yuradigan taqdiringizda ham va vitamin D ga boy ovqatlar yeysiz ham, sizda vitamin D yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Buni sabab bo'lsa dietamizda foydali yog'larning kamligi. Bu ayniqsa ovqatidan yog'larni ajratib tashlaydigan shunaqa odamlarga tegishli. Yog' organizmimizga juda ham kerakli komponent hisoblanadi. Video boshida aytib o'tganimdek, vitamin D bu yog'da eriydigan vitamin. Ya'ni ichaklarda vitamin D qonga so'rilishi uchun yog'lar juda ham kerak. Ratsionda yog' yetarli bo'lmasa, vitamin D shunchaki so'rilmasdan chiqib ketadi. Xoh buni ovqat tarkibida iste'mol qiling, xoh qo'shimcha vitaminlar ko'rinishida ichsangiz ham. Xo'sh, ratsionimizga qo'shishimiz kerak bo'lgan foydali yog'larga nimalar kiradi? Baliq, yong'oqlar, olivka yog'i, avokado. Kunlik ratsionlarda ko'proq shunaqa foydali yog'larni qo'shishimiz kerak. Vitamin D qo'shimchasini ham aynan shunaqa yog'li mahsulotlar yeganda yoki hech bo'lmaganda ovqatdan keyin ichish tavsiya qilinadi. Nega oldinlari vitamin D ga bunaqa katta e'tibor berilmagan? Nega oxirgi paytda vitamin D bunaqa trendda? Hammamiz bilgan o'sha Covid pandemiyasi vaqtida shu narsa ayon bo'ldiki, patsientlar orasida vitamin D normaga yaqin bo'lganlar virusdan tezroq tuzalishgan va Coviddan keyin kelib chiqadigan har xil asoratlar vitamin D ichib yurgan insonlarda kamroq kuzatilgan. Bu kabi hodisalar doktor va professorlarni qiziqishiga va bu haqida juda ham ko'p ilmiy ishlar va tajribalar o'tkazishlariga sabab bo'ldi. Ilmiy ishlar ortidan bo'lsa bir qancha ma'lumotlar isbotlandi.
Masalan, Diabetes jurnalida yozilgan bu ilmiy ish natijasida vitamin D 15 dan past bo'lgan odamlarda yurak qon tomir kasalliklariga chalinish riski 60% dan ko'proq ekanligi aniqlangan. Boshqa ilmiy maqolada xuddi shunaqa odamlarda qon bosimining oshishi 3 barobar ko'proq uchrashi aytib o'tilgan. Bundan tashqari vitamin D ni miya faoliyatida ham alohida o'rni bo'lib, depressiyani oldini olish mumkinligi isbotlangan. Depressiyadagi patsientlarga preparat ko'rinishida vitamin D qo'shimchalari berilganda, ularning simptomlari yaxshilangani mana shu ilmiy ishda yozilgan. Ko'pchilik kuz fasli kelganda depressiyaga tushib qolishlarining sababi ham aslida quyosh va vitamin D miqdorlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Agar sizda holsizlik, kayfiyatni tez-tez o'zgarib turishi va doimiy charchoq bo'lsa, vitamin D darajasini tekshirib, agar defitsitli bo'ladigan bo'lsa, ularning o'rnini to'ldirish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari vitamin D ning eng muhim funksiyalaridan biri bu ovqat tarkibidagi kalsiyni qonga so'rilishini ta'minlab berish. Ya'ni sizda vitamin D yetishmovchiligi bor bo'lsa, kalsiy organizmga so'rilmaydi va buning natijasida suyaklar mo'rt bo'lishi, tishlar salomatligi buzilishi mumkin. Ba'zi bir sut mahsulotlari tarkibiga qaraydigan bo'lsak, ularda vitamin D qo'shilgan bo'ladi. Bu bekorga emas. Sut tarkibidagi kalsiy so'rilishida vitamin D juda ham muhim bo'lganligi uchun ham ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar buni atilab qo'shishadi. Bolalarda uchraydigan rahit, kattalardagi osteomalatsiya kasalliklari ham aynan vitamin D yetishmasligidan kelib chiqadi. Yosh kattalarda, ayniqsa menopauza yoshidagi ayollarda juda ham ko'p uchraydigan osteoporoz kasalligini ham aynan vitamin D qo'shimchalarini ichish bilan oldini olish mumkin. Qaysi mahsulotlar vitamin D ga boy? Baliq, ayniqsa qizil baliq, qo'ziqorin, jigar, tuxum, pishloq, ovsyanka va apelsin sharbatida vitamin D ko'p miqdorda bo'ladi. Bu kabi mahsulotlarni iste'mol qilganda sal oldin gaplashgan foydali yog'larni unutmasligimiz kerak. Qachonki vitamin D mahsulotlari bilan foydali yog'lar qo'shilib iste'mol qilinsa, ular qonga so'riladi va biz o'zimizga kerakli effektni ola olamiz. Endi vitamin D qo'shimchasini qanaqa to'g'ri ichish va dozalar haqida gaplashamiz. Profilaktik doza 1 yoshgacha 400, 1 yoshdan 70 yoshgacha 600, 70 yoshdan keyin bo'lsa 800 xalqaro birlik deb belgilangan. Bu profilaktik doza, ya'ni sizda vitamin D darajasi norma chiqsa va siz vitamin D yetishmovchiligini oldini olishni xohlasangiz, ichib yurishingiz kerak bo'lgan miqdor. Lekin agar sizda vitamin D miqdori sezilarli darajada past bo'lsa, shifokoringiz sizga vitamin D ni kattaroq dozalarda yozib berishi mumkin. Bu albatta siz analiz topshirganingizda va analiz javobiga qarab turib aniq bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Yosh kattalashgan sari teri orqali vitamin D ni qabul qilish borgan sari sekinlashib boradi. Bundan tashqari, agar sizni teri rangingiz qoraroq bo'lsa, vitamin D ni quyoshdan olishingiz qiyinlashadi. Chunki teri rangini belgilab beradigan melanin pigmenti oq tanlilarda kamroq, qora tanlilarda ko'proq bo'ladi. Melanin pigmentini rangini belgilab berishdan tashqari yana boshqa funksiyasi ham bor. Bu quyoshdan keladigan ultrabinafsha kabi zararli nurlarni qaytarish, ya'ni terini himoya qilish. Shuning uchun ham teri raki aynan oq tanlilar orasida ko'proq uchraydi. Qora tanlilar esa bu borada haqiqiy lotereya yutishgan. Chunki tayyor teri himoyasi bilan tug'ilishgan. Lekin melanin ultrabinafsha nurini qaytargani uchun vitamin D sintezini kamaytiradi. Shuning uchun bunaqa insonlar, ya'ni yosh katta qariyalarimiz va qora tanli insonlar vitamin D ni qo'shimcha sifatida ichib yurishlari to'g'riroq bo'ladi. One eternity later. Mana oradan 1 oy o'tdi. Bizning vitamin D challenge'imiz tugadi. Shu 1 oy davomida men 5000 xalqaro birlikda vitamin D qabul qildim va kechagina analiz topshirdim. Hozir analiz javoblari qo'limda va buni ekranida ham ko'rishingiz mumkin. Hop, ana endi o'zimda qanaqa o'zgarishlar sezdim. Birinchi navbatda kayfiyatim ancha stabil bo'lganligini va tez charchab qolish hissi, energiya kamligi kamayganligini sezdim. Bundan tashqari vitamin D immunitetni ko'taradi degan fikrlar bor. Lekin nimagadir bu 1 oy ichida menda 2 marotaba shamollash kuzatildi. Lekin shunga qaramasdan ham shamollashni ancha yengilroq o'tkazganligimni o'zim sezdim. Agar sizda ham yuqorida sanab o'tilgan belgilar yoki bo'lmasa simptomlar kuzatiladigan bo'lsa, sizga ham vitamin D darajasini tekshirishni va doktoringiz bilan maslahatlashgan holda vitamin D agar kerak bo'lsa, vitamin D ni qo'shimcha sifatida qabul qilishingizni maslahat beraman. Birgina kichkinagina o'zgarish ham sizning umumiy salomatligingizga ijobiy natija ko'rsatishi mumkin. Siz bilan doktor Iroda Baxtiyorova bo'ldi. Salomat bo'ling.